Xayrli tong sevishganlar. Kompot o'g'lim qayerga? Sevgilim bilan uchrashuvga. Kechirdingmi? Gaplashdim, prosta qo'lidan ushlagan ekan, lekin yoqmabdi. Qizga yoqmabdimi? Yo'q, bola aytdi, yoqmadi dedi. Men ketdim, sevgilimni oldiga sevishib kelay. Yana qizi zapal bo'ldi. Voy, dadasi oynani sindirdi shuningiz. Va cherchi muzikayni ye. Nima bo'ldi yana so'ltama? Aynan men sevgan qizim begona erkak bilan dachaga chiqib ketibdi bozorlik qilib. Shu dacha qancha ekan hozir sezonda? Prikol qilmang dadam mayli. Bo'ldi, jonga ham tegdik, sen bir sevmay ekan. Sani dastingda mana onam bechalarni qara. Har kuni uyni yig'ishtiradi, hamma narsani sindirding. Dada. Halo, o'g'li zo'r bo'ladi. Kim bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Qachon bo'ladi? Sog'lom, xayr. Hello, Toshkent. Ha, kompot o'g'lim, yana kechirdingizmi? Kechirdim. Belidan ushlamoqchi bo'lgan ekan. Nima qo'z? Chinnimisiz? debdi. Kim aytibdi? Yana bola aytibdimi? Yo'q, sevgilim. Ah, xudoga shukr. Men sevish kelay. Shuningiz kimga tortdi? Radonda nito tortgan. Ha? Aksher nito tortgan. O'lama, yana nima bo'ldi? Yana zapalmi? Sevgan qizimning rasmlari Telegram kanalida tarqab ketibdi. Voy, bo'lay sharmanda. Qaysi kanalga? Да, любимая. На дома? Сейчас? Сейчас ухожу. Dada, men sevgan qizim bilan uchrashuvga chiqib kelay. Soat kechki 1 bo'ldi. Qayerda ko'rishasan? Klubga chaqiryapti. Bemalol gaplashamiz deyapti. Men ketdim. Qaysi klubiga? Shaxmatchilar klubimi? Balla qizlar klubimikin? Yayra kitobxon klubimi? Ya soat 1da qaysi klub ishlaydi? Faqat o'sha klub ishlaydi, turmasi bor.